navbatdagi yig'ilishimiz bo'lyapti. Navbatdagi yig'ilishimizda asosiy maqsad bankamizda bo'layotgan mahsulotlarni yangi turlari bo'yicha, bankamizdagi yangiliklar bo'yicha xizmat turlarini oshirish bo'yicha mijozlarga xizmat ko'rsatilayotgan sifatini oshirish bo'yicha birinchi o'rinda bankimizdagi mijozlarimizni ko'proq mijozlarga jalb qilinadigan mahsulot turlari bo'yicha gaplashamiz. Hozir endi birinchi o'rinda bizda kredit mahsulotlari bilasizlar. Kredit mahsulotlari to'g'risida qanaqa sizlarda savollar bor yoki plastik kartalar bo'yicha, omonatlar bo'yicha. Endi plastik kartalar bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, plastik kartalarimiz hozir juda turlar ko'payib ketdi. Juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yana kiber xavfsizlik bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Chunki sizning nomingizga ochilgan akkaunt bo'yicha, sizning nomingizga ochilgan plastik karta bo'yicha, sizning nomingizdagi ma'lumotlarni galereyada saqlash mumkin emas. Galereyada saqlasangiz bu bo'yicha jinoyat hisoblanadi. Chunki yaqinda prezidentimiz tomonidan qaror qabul